Tix 29 million so'mga mana shu obyektimizni polniy tunkafon va vodostoyka xizmatlarini qilib berdi. Ichkari shapka, tashqari shapka va darvoza xonasi bor bu joyda. Ko'rib ishimizga bitta baho berib qo'yasizlar akalar. Juda ham chiroyli chiqdi. Havo aynib turibdi, yomg'ir ham yog'ib turibdi. Shuning uchun sal xira chiqyapti video. Mana bu vodostoykalari ham, vodoslivlari ham. Mana shu summani 29 million so'mning ichida bo'ldi. Xudo xolasa. Diplomat, oq diplomat ishlarimizga ozgina mukri aralashtirganmiz. Mana bu joyda ishlab ketgandi. Mana bu joyni ham chiqib bergandi. Mana shu joyni ko'rib, yoqtirib, mana qo'shnilar ham chaqirishgan ekan, xudo xolasa, chiroyli qilib bu xonadonimizni ham tunkafon ishlarini qilib berdi. 04 matviy tunkalardan foydalanganmiz. Svitini yoqib qo'ychoqchi. Mana darvozaxonamiz oppoq, hech nima rang aralashtirmasdan high-tech diplomat ishimiz o'ttasini ham qilib berdi. Darvozaxonamiz ham lekin alkafon bilan pashti bir xil chiqib qo'ydi. Ishimizga ko'ra baho berib berasizlar akalar choklarga. Umuman rang aralashmagan. Ichkari tomonimiz mana bu tomon 2 etajli tomoni bor. 6 ta vodostoyka tushirganmiz. Va mana shu joylarni tunkafon qilib berganmiz 29 million so'mga. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab, vodiydan tashqariga ob'yom kattaroq bo'lsa, vodiydan tashqariga ham chiqamiz, xudo xolasa. Juda ham chiroyli uyimizni ochdi ishimiz, xudo xolasa. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Pashti shuruplarni ko'rintirmaganmiz, umuman shuruplar ko'rinmagan pashti. Bitta yarimta istasangiz chiqib bo'lishi mumkin lekin atak shuruplar yo'q, xudo xolasa bitta ham haqiqiy alkafon kastivasida bo'lib, cho'tki bo'lib chiqdi mana. Xonadonimiz ixcham 4 sotoqli xonadonga juda ham chiroyli proyekt qilishgan ekan. 15 tacha xona borish kerak edi. Proyektini ham bitta ko'rsatib qo'yaman xonadonni. Tonni bo'yi bilan olaman. Kimgadir foyda bo'lishi mumkin mana. Bu yoq tomon 2 etaj, bu yoq tomon mana podvallar 1-etaj, 2-etaj qilib qurilgan ekan. Mana bu darvoza xonasi, zeleniy zonalar ham bor ekan mana. Hammasi rosa tovida bo'lgan ekan proyekt. Xonadonimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, aloqaga chiqaverasizlar xizmatlar bo'yicha. Kommentariyaga o'z fikringizni qoldiringlar. Salomat bo'linglar. Xizmatdamiz.